Salom hammaga do'stlar. Giloslarim chaman bo'lib gullaydi, lekin meva ushamayapti deyotgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Mana do'stlar, Royal Tiago degan gilosimiz o'zini o'zi 100% changlaydi. Bir dona ham qo'shmag'i yo'q do'stlar mana. Shoxlarni qaranglar, bu yil 4-yosh mana. Qo'lim yetib turibdi. Xudo xolasa 4-yilda 20 kilogacha meva olgan do'stlar. Qo'shmag'i yo'q, kalibri katta. Ertaki gilos. Bugungi sanamiz 10-aprel sanasida 2025-yil. Xudo xolasa buni ham ko'chatlarini kuzgi mavsumga tayyorlayapmiz. Hozirdan zakazlar olishni boshlaganmiz. Ko'chatlari bor. Xuddi shu holatda bog' qilishni tavsiya beramiz. To'rga 3 sxemada ekilgan do'stlar. Xudo xolasa mana hammasida mevasi bor. Quyib meva solgan do'stlar. Buni ko'chatlaridan ekish tavsiya beramiz. Kalibri zo'r. Hozirgi kunda buni mevalari erta pishgan sababli samolyotga eksportga ketyapti. Hammasi narxi 100 mingdan baland do'stlar. Hali mevasi pishganda ham bitta chiroyli qilib video qilib qo'yamiz. O'zdan ko'rib bitta baho beringlar. Valavoy sepsalar hozir gullab chaman bo'lib qiyg'os ochildi, lekin yilda ko'ryapsizlar, bitta 2 dona meva solib katta daraxt turibdi. Bu kichkina daraxt bo'lib turib, xudo xolasa 4-yildan 20 kilo, 25 kilo mevasi bor do'stlar. O'zdan yana bitta baho berasizlar. Holatini bitta ko'rsatib atrofi bilan necha kilo meva beralasizlar shunga. Hozir 100% ushadi do'stlar. Lekin maydasi ham kattalashadi. Bular pishib uzilgandan keyin bular kattalashadi, lekin bir dona ham qo'shmag'i yo'q, bolachag'i yo'q gilosda. Demak, eksportga ham hamma yo'q oladi deganim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, mehnatlarga bitta like bosishni unutmanglar do'stlar.